mutlaq bepulga o'rtunda turgan balonni yutib olishingiz mumkin. Buni shartlari oddiy. Balon Pro mana shu profilga obuna bo'lasiz va kommentariyada bir raqamini qoldirasiz. Ushbu videoni eng kamida 10 kishiga yoki 15 kishiga yuborgan bo'lasiz. Matizingiz bormi? Jigulingiz bormi? Taxoyangiz bormi? Mana shu balonni mutlaq bepulga qilib beramiz. Oke, videoga bitta like bosib turing, siz uchun manfaatli bo'ladi. Bo'lsa bo'lsin, vodiylar ko'klarimiz uchun bo'lsin. Hozir biz Namanganda joylashgan Balon Proga tashrif buyurganmiz. Bu yerda optim narxlarda balonlarni xarid qilsani bo'lar ekan. Nafaqat Namangan bo'yicha, butun vodiy bo'yicha eng arzon balonlar mana shu joyda ekan. Bu nafaqat optimchilik uchun, har bitta kelgan mijozlarimiz uchun ham optim narxda qilib qo'ldan kelganicha arzon olishdi ham. Qilib beriladi. Donali, zimniy deysizlarmi, letniy deysizlarmi, assortiment ko'rib turganingizda katta profil qoldiramiz. Bemalol kelib o'zingizga yoqtirgan balonlarni olib ketishingiz mumkin. Ha, aytgancha videoga like bosing, kommentariyada birgina bir so'zini qoldirib, eng kamida 10-15 ta do'stingizga videoni yuboring. 15-yanvar kuni g'olibni aniqlab, balonni o'z egalariga topshiramiz. Asosiysi obuna bo'lishni unutmang. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, o'yinda qatnasha olmaysiz. Shart to'liq bajaringlar, obuna bo'linglar, kommentariyaga bir raqamini qoldiringlar va ushbu videoni 10 kishiga 15 kishiga yuborib tashlanglar. Ushbu 4 ta balon aynan sizniki bo'lishi mumkin. Manzillarimiz Kosonbekdan Nurobod yo'liga chiqib ketaverishda Balon Proda. Barchangizni kutib qolamiz. Batafsil ma'lumot olish uchun opsioniyadagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz ham bo'ladi.